Xabar qilinishicha, Yaponiya Tashqi ishlar ministri Yoshimasa Hayashi va Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Beijingning yakka taraflik holda Sharqiy dengizning hozirgi holatini o'zgartirish urinishiga qarshi turish va Yaponiya Amerika ittifoqining mudofaa iqtidorini kuchaytirishga qo'shilgan. Egallanishicha, Liverpoolda tunji qatam 100 turani ko'rishgan ishkaylan rayon va dunyoviy masalalar to'g'risida fikr almashtirgan. Angliya Tashqi ishlar ministri Liz Truss Liverpoolda o'tkazilgan G7 tashqi ishlar ministrlari uchrashuvi doirasida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Eron, Xitoy va Ukraina haqida bayonot e'lon qildi. Truss G7 davlatlarining Rossiya prezidenti Putinga Ukraina masalasi to'g'risida nihoyat aniq uchur avatganligini va agar Rossiya Ukrainaga hujum qilsa, zo'r oqibatlarning kelib chiqadiganligini ogohlantirdi. Afg'oniston poytaxti Kabulda o'tkazilgan va Xitoyning Afg'onistondagi bosh elchisi qatnashgan marosimda Taliban vaqtliq hukumatining bayonotchisi Zabihullah Mujohid so'z qildi. Mujohid Xitoyning Taliban hukumatini rasmiy e'tirof qilishni umid qiladiganligini aytdi. Xabarlarga qaraganda, uzun mezgillik talash tortishdan keyin Belgiya sudga kirganda romal taqashni cheklash qonunini o'zgartgan. Beriyosildagi Barobar Fursat Markazi nomli kishilik huquq tashkilotining xabariga qaraganda, Yevropa Ittifoqi Ministrlar Kengashi Belgiya hukumatini ogohlantirgandan keyin doiralar bu belgilamani o'zgartgan. Isroiliya bosh ministri tarixda tunji qatam Arab Birlashma Xalifaligini rasmiy ziyorat qilmoqda. Isroiliya bosh ministri Bennetning ishxonasi bu haqda bayonot e'lon qilib, buning Isroiliya bosh ministrining Arab Birlashma Xalifaligiga qilgan tunji rasmiy ziyorati ekanligini, Bennetning Sheyx Muhammad al-Nahyan bilan ko'rishib, ikki davlat munosabatini texnik chuqurlashtirish uchun suhbat o'tkazadiganligini bildirdi. Angliya doiralari Fransiya bilan bo'lgan baliqchilik krizisini hal qilishning yangi qadamini bosdi. London yana 23 Fransiya paraxotiga ijozat berishni qaror qildi. Shuning bilan Angliya dengiz tavalligida baliq tutishga ruxsat qilgan kemalarning soni 83 ga yetdi. Dunyoga dangliq yozuvchi Chingiz Aytmatov tug'ilganligining 93 yilligida Qirg'izistonda uni xotirlash uchun bir qator faoliyatlar o'tkazildi.